Mana Pink Lady Rozgulov olmalar ham rang kirib sekin joyiga kelyapti. Hosil olishiga baho beramiz. Bir tupda 100 kilo, 120 kilo meva bor. Payvand taksilni roz o'suvchida. Kiloni ko'p beradi. Ekilisi hammasi 5 ga to'g'ri bo'ladi bunda. Doni ham yirik bo'ladi. Mana rang berishiga qaranglar. 10 kunda xudo xolasa qip-qizil rangga kirib kelish ehtimoli kuzatilyapti. 10 kun bo'lmasa 15 kun. Mana vaqt sovuq tushgan, issiq zonaga eksa bemalol bo'laveradi. Issiq zonada issiq ob-havoda nimaga qizarishini sababi hozirgi oktyabr oyida menimcha hamma joyga salqin kirib kelgan. Salqin kirganda ham ertamallari shak nima deydi, shudring deydimi, suv bo'lib qoladi usti. Shuni hisobiga qizarishi juda ham bleskli, baland bo'ladi. O'qigan odamlar buni biladi. Juda ham zo'r olma, kilosi zo'r. Bez xoladelniy turib beradi. Voq qilaman deganlarga shu olmadan ekish tavsiya qilamiz. Xuddi shuni ko'chatdan ko'paytirib qo'yganmiz. Zakaz berib telefon qilishlari mumkin. Hosiliga bitta baho berib, bittadan like bosishni unutmaymiz. Qalayapti bu yil. 2025-yil. Bugun 4 yo 5 ta atrofida oktyabrda yo 4 yo 5 bo'lishi kerak. Dalada yuraverib sanayam esdan chiqib ketibdi mana. Güzel. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.